La 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 la. Obunachilar hammaga salom, mana sizlar bilan men Kompot va biz hozirgina mana eng arzon kompasni oldik va yo'qolib qoldik. Qishloqdan yaqinida emasmiz va bu judayam yo'qmon. Obunachilar, chunki men kompasim vashi yaqin atrofga ham ko'rsatmayapti va men to'g'risini aytsam qishloqqa yaqin ham emasman. Hop, tezroq boraylik-da. Hop, let's go. Hop, ketdik. Let's go. Menimcha 50 mingta yo undan ham ko'p qadam qildim va bu prostdan ko'p. Obunachilar, to'g'risini aytadigan bo'lsam, men rosa charchadim va endi biz what the hell? Ag'ana? What the hell, obunachilar? Bu nimani yarimi qani? Yarimi yo'q-u yerda. Bye. Obunachilar, bitta bu kompas menga vashi kerak emas. Vashi kompas kerak emas, obunachilar. What the hell? Xo'p, endi biz ham yerdan o'tib olamiz. Qani ketdik. Xo'p, bitta gullar, mayli, odatdagidaqa. Xo'p, endi biz nima qilamiz, obunachilar? Mana shu yerdan ketaveramiz. Sabab narigi tomonga o'tish kerak. Agarda endi u tomon bo'lsa ham, menimcha yo'q ham shekilli. Endi baribir-da, obunachilar. Mana shu yerdan to'g'ri ketaversam, birorta uy chiqib qolar va men shunday kirib tirs. What the hell? Bu o'rinda gapirma, qulog'i ko'rinadi. Mana shu haqida bo'lsa kerak. What the hell? Uy hamma fizika qonunlarini buzib bir burchak. What the hell, obunachilar? Yo-mayo. Batta yarim uy yo'q-u. Va kimdir yashirgan ham batta. Yo, kimdir bormi? Jizel. Oy, salom Jizel. Ha, salom odam, nima gap? Gap yaxshi-yu, sen batta nima qilyapsan? Ey odam, meni aynamni buzib tashlashing mumkin. Iltimos, qisib turing. Ha, bo'pti. Chiqyapti. What the hell? Nima siz batta yashayapsiz? Boshqa joy qurib qo'yganmi? O'tinchi baqa gaplashaylikchi siz bilan. Voy, mencha men o'rganib ketganman. Aql o'rgataverdim. Shu yerda o'tib bo'ldi. Sizlar aql o'rgatavermanglarmi? Men o'zim bilaman qanaqa qilib yashash kerakligini. Nimaga bag'lada uy qurmagansiz? Xullas, uzoqda. Gapirsam gap ko'p. What the hell? Xo'p, qanday bo'lgan bu endi? Aytib beringchi. Xullas, men qishloq qilyapti odam. Mana endi qo'vazni aniqrog'i qudug'ni qurib olganimdan keyin to'g'ri materiallar kelgan, men uyimga kirib ketdim. Dam olishim kerak edi, rosa charchadim qudug'ni qurib olganimdan keyin. Va men hech ishongim kelmayapti. O'zimni qishloqimda qilarkanman deb ishongim kelmayapti. Va keyin men uyimga kirdim. Va shunday charchadim deb yotishga qaror qilgan edim. Qanaqadir ovozlar eshitildi va men juda ham qo'rqib ketdim. Keyin esa tashqariga chiqdim. Tezda tashqariga chiqdim va chiqsam o'yladimki, bu menimcha yer qimirlashi bo'ldi va boshqa bo'lmaydi desam, undan battari bo'ldi. Aqa-baqa qaradim. Hech narsa hamma joyida turar edi va keyin esa wow, siz buni hech aqlingizga sig'dira olmaysiz. Yarim yo'lni olib ketdi. Mana shunaqa qilib. Mana o'ylayapsiz, to'ppa-to'g'ri o'ylayapsiz. Mana rosa qimmatda yer ikkiga bo'linib ketdi. Mana hamma resurslarimni o'zi bilan olib ketdi va men juda ham qo'rqib ketdim. Shokda qolganimcha shu yerda turdim va juda ham qattiq baqirdim, "Mani qishlog'im" deb. Va shunday qilib bitta uyim qoldi. U uy tushib ketmay tuppa-tuzuk yashashga qaror qildim. Endi menga baribir yaxshi-ku, voy uyimda hisob jijog'azin tushib ketardi. O'zim kallam bilan ushlab qoldim. Kallam qattiqda. Va keyin shunaqa ahvol mana. Uncha yaxshi emas va haligacha shu yerda yashayapman. Mana shu uyda chaqalada, to'g'rimi? Bu aniq.
Ha, uncha yaxshi emas. Sizni nima istoriyas va shunday qilib haligacha shu yerda yashaysiz. Ha, albatta. Isming nima? Mani ismim Kompot. Ha. Da, Kompot, yur ichkariga birga choy ichamiz kayf qilib. Qanaqa choy ichkariga? What the hell? Men ichkariga kira olamanmi o'zi? Nimaga bag'laga ko'chirmagansiz yoki u bu qilmagansiz? Hey, do'stimga rosa qo'rqib ketdim. Va undan keyin qurishga ham anaqa bo'lib qoldim. Judayam qo'rqib qoldim. Va keyin shunaqa ahvol bo'lib qoldi, Kompot. Mayli, hech narsani qila olmayman va uyimni ham ko'chira olmayman. Ha, ichkariga desangiz ichkariga to'g'rimi? Qura olmasligingiz bu juda yomon. Mayli, tezda kirib olamiz, ammo sakralaman muhimi. Ha, albatta, sakra olasan. Okay, biz sakrab ko'ramiz. Let's go, obunachilar. Yo, what the hell? Men sakrashimga aniq emasman. Tushib ketsam ketdim-da. Sakrab o'tdim. Ajoyib. Biz bir tomonda tursak, yiqilib tushmaydimi? Yo'q, Kompot, men bu uyda 1-2 yildan beri yashayman va bu yaxshi chidam. Tiqilinchi va rosa. Kompot, bu senga villa emas, yo qishloq emas. Bu oddiy meni uyim. Bitta xonali uy. Mani bo'lmasa qishlog'im bo'lardi, kompyuter klublar bilan. Lekin shunaqa gaplar bo'lib qoldi-da. Ha, tushunarli. Uncha omadingiz kelganga o'xshamayapsiz va bu uncha yaxshi emas. Xo'p, mayli. Endi biz pastni ko'ramiz desam, pastingiz yo'q ekan-ku. Adda oddiy havo almashtirgani. Oynani har doim ham ocha olmayman-da, shunaqa odamlar dedim. Shunda menimcha pardani tushirib olib uxlayman. Uni o'rniga juda yaxshi menga. What the hell? Judayam g'alati logika. Men hayronman, judayam hayronman. Va siz shuni seriyozini вообще anchadan beri yashayapsiz. Men hayron qoldim. Kompotjon, o'zing bilasan, bu uncha oson emas. Mana bitta fikrim bor. Tashqariga chiqingda, men o'zim sizga cho'tka qilib tushuntirib beraman, sakralaman mavzu va tahsil juda ham qo'rqinchli sakrovingiz bor ekan boru. Vashshe qo'qarda odam bor, hatto sakrayatib, pakrayatib, damada yalni qo'rqinchli ekan aka. Mayli, sakra Kompot, ko'p gapirmasdan. Bo'pti-da, sakrash bo'lsa sakrashda, bo'lmasam problema yo'q. Ketdi obunachilar. Let's go. Bo'ldi. Endi siz chiqing, siz chiqish navbatingiz. Chiqing. O'tib oldingiz mana. Qarang, menda bitta fikr bor. Uyingiz qiynalib qolibdi va siz ko'chirishni ham xohlamayapsiz. Biz tagiga fundament qilamiz. Daraxtlar, bulujnik toshlarni mashitlarga polni qo'yib chiqib, takoy ideal uy quramiz-da. Hamma uy chotki bo'ladi. Siz o'zingiz maza qilib olasiz, ishonavering. Kompot, bu ajoyib fikr, lekin menda hech narsam yo'q, resurslarim. Men kesib kelib beraman. Daraxt kesaman, siz ungacha uyni to'g'irlang. Bo'pti, mayli, atrofni tozalaymiz. Qarang, mana shu bitta gul bor ekan. Mana shu gulni uzib tashlaylik. Bo'ldi. Yo'q, qo'yilyapti. Uyim qimirlayapti. What the hell? Uyim, obunachilar, uyim. La. Bo'ldi, to'g'ri daraxt kesib keldik. Unga yordam beramiz demoqchi edim. Jitel. Nima bo'ldi? Xullas, butun uy bitta gulda ushlab turilgan ekan. Va o'sha gulni uzib tashladim, o'zing joylarni tozaladiganiga. Butun uy tushib ketdi. Ichida hamma resurslarim bor edi. Boshqatda uy qurdi. Boshqatda uy qurgan resurslarim ham yo'q. Kompot, yordam ber. Hech narsaga resursim qolmadi. Hamma yo'g'im tushib ketdi. Endi qayerda yashayman? Nima qilaman? What the hell? Mayli, muhimi uyda ichida emas ekansiz. Bo'ldi, o'sha yaxshi va ajoyib. Endi Xudo bir asrabdi va hamma yaxshi. Xo'p, muhimi tirik qolganingiz. Xo'p, mayli, bu juda ham qo'rqinchli ish bo'libdi. Mayli, biz tushkunlikka tushmaymiz. Sabab bizga eng muhimi sizning sog'-omonligingiz va yuring, menimcha, meni qishlog'imga. Bo'pti, davay, yuring. Xo'p.
Mana kechga yaqin kelib qoldik. O'zimni qishlog'imga keldik. 13-qishloqqa xush kelibsiz. Bu judayam zo'r maskan va siz hech qachon bu yerda xavfli uylarda yashamaysiz va maza qilasiz. Ha, bo'pti-da. Xo'p, yuringda mana shu yerda bitta uy kakras bo'sh edi. Siz uchun atab qo'yilgan ekanda, mana shu uy adashmasam. Qarang kakras yorug' ekan, kiring bemalol yashavering. Mana men sizlar o'zingiz bergan resurslaringiz oling. Sizga atab kesib kelgan resurslarim va hammasini oling-da va uyingizni maza qildirib oling. Voy, rahmat kapot. Sen menga juda ham katta yordam qilding va bu rostdan hurmatga sazovor. Voy, arzimaydi. Endi bitta jitelga ko'payib biz nabarot maza qilib yashaymiz va bu judayam ajoyib. Xo'p, ketdik. Obunachilar, bugun rostdan qiyin kun bo'ldi va bugun biz qattiq kompasda deb jitelni qutqardik. Butun boshli bitta eng xavfli uyda yashayotgan jitelni qutqardik va buni har kuni ham ko'ra olmaysiz. O'shuning uchun meni videomga like bosinglar, kanalga uncha obuna bo'lmayapsizlar. Iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan men Kompotda hammaga bo'pti.